Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bashariyat tarixida o'zini izini qoldirgan ulug' ajdodlarimiz haqidagi darslarga xush kelibsiz. Ulug'larning sirlari deb nomlanadigan silsila darslarimizning navbatdagisi. Bugungi darsimiz Izz ibn Abdussalam rahmatullohi alayhi haqida. Ummatning ulug' kishilaridan bo'lgan Imom Abdulaziz ibn Abdussalam ibn Abil Qosim ibn al-Hasan ibn Muhazzib. Bu kishi o'zining asrida, o'zining zamonida ulamolarning sultoni degan laqabni olgan. Bu kishi o'zining asrida Mujaddiduddin, ya'ni dinni yangilovchisi degan laqabni olgan. Biz bu kishini hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, bir umumiy ma'lumotlarni keltirib o'tishni maqsad qilmadik. Ya'ni qachon tug'ilgan, qayerda yashagan, kimlarda o'qigan, qachon vafot etgan, bu narsani qasd qilganimiz yo'q. Biz bu ulug' insonni hayotida bo'lib o'tgan eng muhim bir hodisalarni, voqealarni ko'rib chiqamiz. Bu insonlar mana shunday bir ulug'likka, yuksaklikka olib chiqqan omillar, sabablar qanday bo'lgan? Shularni o'rganmoqchimiz. Tarix birodarlar takrorlanib turadi. Hozirgi kunimizda ummati Muhammadiyaning ustida sodir bo'layotgan ayrim ishlar avval ham sodir bo'lgan. Ana shu mashaqqatli kunlardan, ana shunday bir azimatli kunlardan ummat qanday chiqib ketgan? Tarixni o'qir ekanmiz, mana shu narsaga o'zimizga javob olamiz. Mana shunday bir mashaqqatli kunlardan chiqib ketishlik, mashaqqatli kunlarni yengib o'tishlik borasida Izz ibn Abdussalamning hayoti siz bilan bizga juda ham bir katta, ulkan darsni taqdim qiladi. Shuning uchun ummat o'zini o'tmishiga qaytib undan dars olishligi kerak. Ana shu davrlarda ummatning ulug'lari qanday yo'l tutishgan? Haqni oshkora aytish, munkarni ochiq inkor qilish, sultonlarga jur'at bilan nasihat qilish, mana shu narsalar ulamolarning sultoni Izz ibn Abdussalamning hayotida bor va shu narsani siz bilan bizga ta'lim beradi. Sultonul ulama, ulamolarning sultoni. Bu laqabni Izz ibn Abdussalamga uning shogirdi Ibn Daqil al-Ayid tarafidan berilgan. Va nima uchun ulamolarning sultoni degan laqabni oldi? Darsni o'qish mobaynida inshaalloh bilib olamiz. Izz ibn Abdussalam ummatning bir o'zgacha bir asrida yashadi. Shomda tug'ildi, shu yerda yashadi, keyin Misrga ko'chib ketdi. Bu kishi Salohiddin Ayyubiy barpo qilgan Ayyubiylar davlatida yashadi. Biz salbchilarning musulmonlar ustiga qilgan urushlari davom etgan asr haqida gapiryapmiz, birodarlar. Nasorolar, salbchilar mana shu Baytul Maqdisga qarab yurib kelishdi, salbchi urushlarni uyushtirishdi, Baytul Maqdisni egallashdi. Keyin Salohiddin Ayyubiy, siz bilan bizning mana bir aytib faxrlanadigan ulug' ajdodlarimizdan Salohiddin Ayyubiy chiqdi va bu salbchilarni yengdi, Baytul Maqdisni, Quddusni ozod qildi. Ammo u kishi vafot etganidan keyin asrining oxiriga borganda Ayyubiylar mamlakati zaiflashdi. Sabab Salohiddin Ayyubiyning farzandlari, merosxo'rlari mulk tarashib bir-biri bilan urushdi. Hatto o'zlarining tug'ishgan inalariga qarshi urushgani mana shu nasroniy salbchilar bilan ittifoq tuzganlari ham bo'ldi. Mulk shu darajada ularga muhim bo'ldi. Izz ibn Abdussalam u kishi o'zining zamonasida eng ko'zga ko'ringan olimlardan edi. O'sha davrning mujaddidi deb atalardi. Ammo u kishi faqat o'zini ilmi bilangina boshqalardan ajrab turmadi. Balki haq so'zni aytishda, sultonlarning yuziga nohaq qilayotgan ishini gapirishligida, amr ma'ruf nahiy munkar qilishi bilan boshqalardan ajradi. Mana biz ulug' insonlar hayotini o'qidik va buni bu yog'iga o'qiymiz, lekin hech qaysini hayotida sultonlarning yuziga kelib tikka nasihat qilishlik bu kishini hayotichalik bo'lgan emas ekan. Izz ibn Abdussalam u kishi munkarni inkor qilishlik ma'nosini yangiladi. Munkarni inkor qilishlik faqat so'z bilan emas, amal bilan bo'lishligini ko'rsatib berdi. Sultonlarni, amirlarning ishlaridan munkar ishni ko'radigan bo'lsa, ochiqchasiga ularga yuziga aytdi. Alohida suratda ham aytdi, oshkora ham aytdi, birodarlar. Va bu ishda malomatchilarning malomatidan yoki sultonlarning qilishidan qo'rqmadi. Ha, albatta, bir munkarni o'zgartirishlik kerak bo'lsa,
shu munkarni qilayotgan odamni xos bir chekkaga olib o'tib turib, gapirib tuzatib qo'yishlik avvalroq, to'g'riroq. Ammo ayrim holatlarda munkarni ochiqchasiga hamon oldida aytib, rad qilishlik ham kerak bo'ladi. Shuning uchun bilishimiz kerak bo'lgan narsa yoshlar. Munkar ishni inkor qilishlikda albatta shijoatli bo'lishimiz kerak, to'g'ri. G'ayratli bo'lishimiz kerak, to'g'ri. Jur'atli bo'lishimiz kerak, to'g'ri. Lekin bulardan avval hikmatli bo'lishimiz kerak. Amr ma'ruf nahy munkar qilishda jur'at, shijoat zarur, lekin hikmat u ikkisidan avval zarurroq. Toki biz qaytarmoqchi bo'lgan munkar hikmatsiz suratda qaytarsak, bitta munkar 10 ta munkarga aylanib ketmasin. Demak, noto'g'ri ishni inkor qilishlik ochiqchasiga ham bo'ladi. Yolg'iz o'zini bir chekkaga olib turib, o'zigagina xos gapirishlik bilan ham bo'ladi. Shuning uchun jur'at deb turib beadablik qilib qo'ymaylik. Da'vat deb turib qovun tushirib qo'ymaylik. Toki masjidga endi kelishni boshlayotgan odam bizni qilgan ochiq da'vatimizdan bezib, umuman masjidga qadamimizni qilmay qo'ymasin. Tushunarlimi? Bilgan topib gapiradi, bilmagan qopib. Haq kalimani oshkor aytilishida birodarlar foyda ko'p. Haq kalimani oshkor aytishlikda foyda ko'p. Ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Birinchidan, agar olim odam haqni oshkor aytadigan bo'lsa, uzrni qoyim qiladi o'zi uchun. Allohning huzurida ham, odamlarning huzurida ham. Bu olim haq narsani bayon qilib qo'ydi deydi. Ikkinchidan, omma olimning atrofida jamlanadi. Haqni aytadigan va o'zi shu haqqa amal qiladigan olim bo'ladigan bo'lsa, odamlar uning atrofida jamlanadi. Uni so'ziga yuradi. Ammo ayrim holatlarda ilmli kishilar bo'ladi, odamlar ulardan uzoq bo'ladi. Ishonmaydimi ularga yoki ularda odamlar bilan ishi bo'lmayotganidanmi? Ilmli odam lekin xalqning ichida emas. Xalq nima bilan nafas olyapti? Nima bilan tirikchilik qilyapti? Qanaqa bir muammolari bor? Bu narsalar bilan ishi yo'q. Faqat olim bo'ldi. Uchinchidan, haqni oshkor etishning foydalaridan yana bittasi, boshqalarni ham munkarni inkor qilishga undashlik bor, shijoatlantirishlik bor. Masalan, ayrim kishilar shu munkarni o'zgartirib qo'yish qo'lidan keladi. Masalan, beligida quvvati bor odam imom yoki ahli ilm mana shu ish noto'g'ri, buni to'xtatishimiz kerak deb qo'ysa, shu beligida quvvati bor odam borib turib jur'at bilan aytadi. Eshitmadingmi? Domla mana qa dedi. Yig'ishtir bu ishingni deydi. Yo eliboshi bo'lishi mumkin. Yo bir qandaydir hokim bo'lishi mumkin, rais bo'lishi mumkin, mahallaning bir oqsoqoli bo'lishi mumkin. Shu munkarni o'zgartirish qo'lidan keladigan odamki, olim odamni bir og'iz so'zini kutib turadi. Eshitdingmi domla nima deganini? Yig'ishtir bu narsani. Demak, oshkora aytishlikning foydalaridan bittasi shu. Yana oshkor aytishlikning haq so'zni foydalaridan haqni qabul qilish bor. Agar olim haq so'zni aytsa, xalq uni yonida qo'llab tursa, munkar ishni qilayotgan odam ham shu haqni qabul qilishga majbur bo'ladi. Lekin taassuf, menga nima deb o'tib ketadigan zamonda yashayapmiz biz. Qo'y, menga nima? Kecha safar mana do'dim shappati yuzimga javob chuvdi, ta'bim xira bo'ldi. O'lib ketmaydimi? deydigan zamonda yashayapmiz biz. To'g'rimi? Agarlar munkarni ko'rganda musulmon odam eng kamida qalbi bilan yomon ko'rib qo'yish kerak. Menga nima deyaptimi? Bu odamning iymonida juda ham katta halol bor. Haq so'zni oshkor etishlikda yana bitta foyda, munkarni ochiq suratda inkor qilinish ummatning darajasini ko'taradi. Allohning huzuridagi darajasini ko'taradi. Payg'ambarimiz aytibdilar-ku, kim sizlardan bitta munkarni ko'rsa, qo'li bilan tiysin. Agar uddasidan chiqa olmasa, tili bilan tiysin, bo'lmasam qalbi bilan tiysin, yomon ko'rsin. Munkarni ko'rib odamlar sigaretingni chekma buna qilib desa, 10 ta odam aytsin-da, boyaga odam hech bo'lmasa burchak o'tib bekitib chekishni boshlaydi. Aziz ibn Abdussalam, Allohning rahmati bo'lsin kishiga, mana shu manhajni ushlagan edi. Haqni oshkor aytardi, munkarni oshkor o'zgartirar edi. U kishining hayotida bunga misollar juda ham ko'p. Ana shu voqealarni o'zida qatnashgan, shu voqeaga guvoh bo'lgan ulamolar tarix kitoblariga mana shu voqealarni yozib ketgan. Aziz ibn Abdussalam o'zining asrining mujaddidi bo'ldi. Ilm borasida hammasidan o'zib ketdi. Faqatgina ilmga e'tibor qilgan kishilar haqida ham suhbat qildik, yana qilamiz. Ammo bu kishi ilmga
yangi muhim ma'noni ziyoda qildi. Nima edi u desa, olimning hayotdagi o'rni, olimning hayotdagi davri. Olim kim? Olim odamlar orasida qanday ish qilishi kerak? Nimalardan band bo'lishi kerak? Ummatni holi qachon pastga qarab ketadi? Ikki toifa ayniganda. Hokimlar va olimlar. Mana shu ikkala toifa aynisa, ummat zaiflashadi, ummat orqaga ketadi. Agar hokimlar qishlog'imizda munkar ma'siyat bo'ladigan ishlarga yo'l ochib qo'ysa, aroqxona ochilsa, kazino ochilsa, nashnoy klublar ochilsa, kalyan klublar ochilsa, shu narsalarga hokimlar yo'l bersa, xalqni tubanlashiga sabab bo'ladigan ishlar yo'l ochib qo'ysa, ummat orqaga ketadi. Ulamolar mana shu narsalarga indamay qo'ysa, xalqni munkardan qaytarmasa, yana ummat orqaga qarab ketadi. Izz ibn Abdussalam o'zining zamonasida ko'p hokimlarni ayniganini, ulamolarni ularga xor bo'lganini ko'rdi. Shunda ummatni boshqarishlikka bel bog'ladi. Shuning uchun kishi Mujaddiduddin, dinni yangilovchisi degan laqabni oldi. Bilasizlarmi, Izz ibn Abdussalam necha yoshida ilmga kirishgan? 51 yoshida. 51 yoshida ilmga kirishdi Izz ibn Abdussalam, lekin mana shu qisqa muddat ichida o'zining zamonasidagi eng yetuk olim bo'lib yetishdi. Bo'ldi, endi biz katta bo'lib qoldik endi. Necha kirdingiz? 30 ga kirdingiz. Necha kirdingiz? 40 ga kirdingiz. Bo'ldi, endi bolalar o'qisin, bizning davrimiz o'tdi. 51 ga kirdi, lekin oliy himmati bor, mustahkam irodasi bor. Ushaganini uzadi bizni tilda aytganda. Oxirigacha boradigan tabiati bor. 51 ga kirganda kitob ushab, jiddiy ilmga kirishgan Izz ibn Abdussalam o'zini zamonasida ulamolarning sultoniga aylandi. Ha, endi domla u davrda telefon bo'lmaganda, u davrda internet, televizor bo'lmaganda, u paytda televizor bo'lmaganda kitob o'qib o'tirishgan, to'ppa-to'g'ri. Bizni kim bo'ynimizdan baylab telefonga baylab qo'yapti? Kim bizni televizorga yopishtirib qo'yapti? Kim kechasi futbol ko'rishlikka bizni majbur qilyapti? 51 ga kirganda o'qisa ham olim, prosta ilmli odam emas, Mujaddiduddin. Har asrda bitta bo'ladi bunaqa odam. Ulamolarning sultoni deyapti. 51 ga kirganda. Ya'ni bu kishilarning hayotini o'qib turib, biz qaysi chuqurlarda qolib ketganligimizni bilib qo'yaylik. Biz 51 ga kirganlarimiz o'qimaydi, u tayin. Hozir deb qo'yadi, ketaveradi. Lekin kimligimizni ko'rib qo'yaylik. Bolalarimiz bizda qabul bo'lmasin mana shu masalada. Bizdan o'tsin ular. Izz ibn Abdussalam Bani Ayyub urug'idan bo'lgan podshohlardan Ismoil Ayyub davrida Damashqda yashagan edi. Podshoh Ismoil Ayyub bilan bo'lgan ajib qissasi. Damashqdagi katta jomiyada xutba qilishlik Izz ibn Abdussalamning zimmasida edi. Salohiddin Ayyubiyning vafotidan keyin farzandlari mulk talashib, davlatni parcha-parcha qilishdi. Bular ulkan bir davlatni parchalashdiki, bir paytlar shu davlatning shaharlari bo'lgan Halab, Hims, Damashqni davlatlarga bo'lishib oldi. Davlat qilishib oldi. Ya'ni Hims davlati, Halab davlati, Damashq davlati o'zi Salohiddin Ayyubiyning davlatini bitta shahar edi ular xolos, bittadan shahar edi xolos. Bu bilangina kifoyalanishmadida Salohiddin Ayyubiyning farzandlari bir-biri bilan urushdi. Hatto ayrimlari o'zini tug'ishgan inalarga qarshi yordamni nasroniy salbchilardan olishdi va ular bilan ittifoqlar tuzishdi. Ana shu ittifoq tuzganlardan bittasi Damashqning sultoni Ismoil Ayyub. Bu Ismoil Ayyub nasroniy salbchilar bilan ittifoq tuzganini, ayrim qal'alarni unga berib yuborgani, Falastindagi ba'zi yerlarni unga berib qo'yganini eshitdi va buni xiyonat deb bildi. Alloh va rasuliga nisbatan. Musulmonlarning yerlarini ularga berdi. Izz ibn Abdussalam bu xiyonatni ko'rib sabr qilmadi. Minbarga turib, Ismoil Ayyubning bu qilgan ishini qattiq suratda inkor qildi. Ismoil Ayyub ham shu jomiyada o'tiribdi. Xutbaning ma'nosi Ismoil Ayyubning bu qilgan ishi xiyonat ekanligi edi. Odatda xutba tugaganidan keyin xatib mana shu amir yoki sultonning haqqiga uzoq duoya xayr qilardi. Lekin Izz ibn Abdussalam bu duoni qilmadi.
Balki duo qilgani shunday bo'ldi. Parvardigoro, bu ummatga to'g'ri yo'lni ko'rsatginki, unda o'zingning do'stingni aziz qilgin, dushmaningni unda xor qilgin, unda yaxshilikka buyurilsin va munkardan qaytarilsin. So'ngra minbardan tushdi. Shu yerda o'tirgan sulton Ismoil Ayyub xutbaning ma'nosini tushundi va g'azablandi. Izziddin Abdussalamni xutba qilishdan chetlatishlikka buyurdi va qamab qo'ydi. Ammo Damashq ahli bunga sukut qilmadi. Odamlarning noroziligi kuchayib ketdi. Xalq qo'zg'alishga ketdi. Shunda Ismoil Ayyub qo'lidan podshohligiga ketib qolishdan qo'rqdi-da, qamoqdan chiqarishlikka buyurdi, ammo amr ma'ruf nahiy munkar qilmaysan deb man qilib qo'ydi. Endi yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytara olmagandan keyin Damashqda nima qiladi? Misrga ketishlikni qasd qildi va Damashqni tark qildi. Avval Baytul Maqdisga, keyin Misrga ketmoqchi bo'ldi. Shu vaqtning o'zida Ismoil Ayyub o'zi nasroniy salbchilar bilan uchrashib, ular bilan ittifoq qilmoqchi edi Baytul Maqdisga yaqin bo'lgan joyda. Damashqdan sultonni chiqish ham, Izziddin Abdussalamni chiqish ham bir vaqtga to'g'ri keldi. Endi Ismoil Ayyub nasroniy salbchilar bilan uchrashdi, bir necha marta muloqotlar, uchrashuvlar bo'ldi. Ular bilan uchrashib gaplashib turgan paytida Izziddin Abdussalamni Baytul Maqdisga yaqin kelganligini eshitdi. Shunda o'rtada paydo bo'lib qolgan jarlikni yo'qotish uchun, sog'lig'ini yo'qotishlik uchun o'zini bir yaqin odamiga aytdiki, "Sen borib Izziddin Abdussalam bilan uchrash. Yaxshi muomala qil, yumshoq so'zlarni ayt. Meni yonimga kelishiga sabab bo'l. Kelib mendan uzr so'rasin, men uni kechirgan bo'lay, yana qaytib borib ishini qilaversin" dedi. Endi sultonning elchisi Izziddin Abdussalamni yo'lda topib uchrashdi. Kelib aytdiki, "Ey imom, sizni avvalgi mansabingizga qaytishingiz va undan ham ziyodalikka erishishingiz uchun bitta ish bor. Sultonning oldiga borib, qo'lini o'pib qo'ying. Shu bilan eski holingizga qaytasiz" dedi. Izziddin Abdussalam uni so'zini eshitib turib masxara qilib kuldi. Keyin dedi: "Ey bechora, podshoh Ismoil Ayyub kelib meni qo'limni o'pishiga rozi bo'lmayman-u, men borib uni qo'lini o'pamanmi?" dedi. "Ey qavm, men bir vodiydaman, sizlar boshqa bir vodiydasizlar. Sizlarni balolagan balo bilan meni balolamagan Allohga hamd sano bo'lsin" dedi. "Nima deyapsan? Men qo'lini o'pamanmi?" deyapti. Shunda boyagi elchi, "Unday bo'lsa, seni qolmaymiz" dedi. "Xohlaganinglarni qilinglar." Izziddin Abdussalamni ushlab, ana shu sultonni muaskariga borib, qarorgohiga borib bir chodirga qamab qo'yishdi. Endi chodirda o'tiribdi, Qur'on tilovati, Allohning zikri, ibodati bilan mashg'ul. Nasoro salbchilar Ismoil Ayyub bilan uchrashgani kelishdi. Bularda o'tiradigan joyi Izziddin Abdussalamning chodirga yaqin. U kishining qilayotgan ibodati, o'qiyotgan Qur'oni eshitilib turadi. Ismoil Ayyub nasroniy salbchilar bilan o'tirar ekan, ovozi eshitilib qoldi shayxni. Shunda boyaga nasroniylarga o'zini do'stligini isbotlashligi uchun, ularga yana ham yaxshiroq yoqishlik uchun maqtanib dedi: "Anavi o'qiyotgan kishini eshityapsizlarmi?" dedi. Ular ha deydi. Podshoh aytdi: "Bu musulmonlarning eng katta qissisi. Qissis degani rohib degani diniy kishisi degani. Uni biz sizlar bilan ittifoqqa kelganimizga qarshi bo'lgani uchun qamab qo'ydik. Ayrim yerlarda sizlarga berganimizga qarshi bo'lgani uchun, norozi bo'lgani uchun qamab qo'ydik. Misrliklarga qarshi sizlar bilan birgalashib urushmoqchi bo'lganimizga norozi bo'lganiga qamab qo'ydik" dedi. Shu bilan faxrlandi. Ana shu nasroniy salbchilardan biri: "Sizlarda ishinglarga qarshi bo'lgani uchun oranglardagi eng katta olimni qamab qo'ydinglarmi?" dedi. Podshoh ha dedi. Ular kulishdi. Ismoil Ayyub podshoh: "Nimaga kulyapsizlar?" dedi. O'zini xorlangandek his qildi. Ular aytishdiki: "Vallohi, agar mana shu qissis bizni oramizda bo'lganida edi, ya'ni shunaqa odam biz oramizda bo'lganida, biz uni oyog'ini, ikkala oyog'ini o'zimiz yuvar edik va mana shu yuvilgan suvni ko'tarib ichgan bo'lardik" dedi. Bunaqa odamga qadriga yetmadingmi degani. Shunda Ismoil Ayyub ularning so'zini eshitib tushkunlikka tushdi, xor bo'lganini tushundi va mana shu mag'lub bo'lishining boshlanishi edi. Misrdan kelayotgan o'zining inisi bo'lgan Najmiddin Ayyubning qo'shini
Ismoil Ayyub bilan nasroniylarning ittifoqi chiqib bo'lgan qo'shinni mag'lub qildi va ularni yo'q qilishdi. Mana endi Misrlik Najmiddin Ayyub bularni yenganidan keyin Izz ibn Abdussalamni o'zi bilan Misrga olib ketdi. Ummatni kelajagiga xatar solgan, mana shu katta munkarni ko'rgan Izz ibn Abdussalam minbardan turib sultonning ishini ochiqchasiga inkor qildi. Ha, albatta buni o'ziga aytsa ham bo'lar edi. Lekin bu munkar butun ummatga tegishli mushkula bo'lganligi uchun umumiy suratda aytdi. Mana endi mana shu ittifoqi tufayli Ismoil Ayyubni ittifoqi tufayli salibchilar Damashq ko'chalariga kirib bemalol bozorlarda, guzarlarda, do'konlarda yurgan edi. Ismoil Ayyubni mana shu ittifoqi tufayli nasroniylar musulmonlarga kirgan edi. Nasroniylarga qurol sotsak bo'ladimi? Hali Damashqdan chiqib ketmasdan turib fatvo bergan edi. Yo'q, mumkin emas. Chunki sotayotgan odam bu sotgan quroli ertaga musulmonlarga qarshi bo'lishini bilib turib sotadi. Shuning uchun joiz emas degan edi. Inshaalloh darsimizni davomini ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va